Drive ham qilib beraman xohlaganlarga. Akalar, bugun navbatdagi partiya Deutz-Fahr traktorlarini Farmlet brendi ostida Xitoyda ishlab chiqarilgan 56 kishiga ega bo'lgan 5 kabinali traktorlarimiz yetib keldi. Shoshib qolamiz, chunki bilasizlar, juda ko'p sotiladigan traktorlardan biri hisoblanadi. Motor qismini ko'rsatib o'tib ketaman, chunki ko'rmaganlar uchun qisqa video obzor qilib beraman. Buni amortizatorchalarni ham bemalol o'zi spokойно chiqadi. 4 silindrli dizelli dvigatel, ya'ni yuchay motor qo'yilgan bunga. Do'stlar, bu apparatura salarga tanlamaydi, asosiysi apparaturasi ham bor-ku, yaxshi Bosch kompaniyasining apparaturalari qo'yilgan. Qiyinchilik bo'lmaydi, salarga tanlamaysizlar asosiysi. Hamma zapchastlari bor. Garantiya 3 yil yoki 1,5 ming matachas. Endi yana bitta ko'p so'raladigan narsasi period qismi. Buni oldi ham tortadi, 4x4 hisoblanadi. Toshlarni qaranglar. Toshlar ham 200 kilogacha bo'lgan toshlar bilan jihozlangan. Xohlagan agregatni qo'yib orqasiga maza qilib yerda jonini olsa bo'ladi. Eng ko'p so'raladigan yana bitta savollardan bu qanaqa oraliqqa tushadi deydi. Bu 60-70 oraliqqa bemalol tushirsa bo'ladi. Sababi xohlaganlar uchun 70 qilsa balonni bitta aylantirib oladi, 70-60 ga bo'lib bemalol harakatlansa bo'ladi. Xohlagan ishni qilsa bo'ladi. Vozdушный tarafi separator qilingan, chunki bizda bilasizlar, chang bor, o'shaning uchun tepadan birinchi havoni tozalab, keyin asosiy filtrga tushib, dvigatelda qo'shilib yonadi. Gidravlika qismini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'pchilikka eng asosiy qiziq. Ballonlar qaranglar, Cherokee Armol kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi. Toshlarigacha bor 45 kilolik. Chunki transport holatida yurganda traktor keragidan ortiq sakramasligi uchun. Orqa gidravlika qismi 3 tonnagacha bo'lgan agregatlarni bemalol ko'tarila oladi. Ichkarida silindr bilan, ikkita silindr bilan jihozlangan. Vom qismi 540 ming оборотda aylantira oladi. Bu degani xohlagan press podolishni qo'yib, sezonda maza qilib press chiqarsa ham bo'ladi. Telechka qilsa ham bo'ladi buni. Telechka taqsa ham bo'ladi, agregat taqsa ham bo'ladi. Polvon mexanizator akalar uchun ichkari, ya'ni salon qismi o'tiradigan joy keng qilib joylashtirilgan, bemalol maza qilib ishlasa bo'ladi. Korobkalari, transmissiya qismi italyanskiy hisoblanadi. Reversivni hech qanaqa dovushlarsiz chiqadi. Reversivni hisoblanadi. Men hozir ko'rsatib beraman. Men aytganimdek, bu polvon mexanizator akalar uchun qiynalmasdan maza qilib sidinalarni qarang, furanikiga o'xshagan bemalol yumshoqqina, yurgizgandan keyin yana yumshatadi. Gremer kompaniyasiniki eslab qolamiz. Siplenalar ham yumshoq, yurgandan keyin bundan ham yumshaydi. Zazorlari ham kam. Sinxro mexanika hisoblanadi korobkasi. Chunki hech qanaqa dovushlarsiz bir-biriga almashlar. Panejinni poveshchinislarigacha bor. Mana bu 3 ta richak orqa naveskani ko'tarib tushish uchun mo'ljallangan. Faralar cho'tki ishlaydi, LED faralargacha qo'yilgan. Eng asosiysi reversivni hisoblanadi. Bitta liboy xohlagan skoroskga qo'yib, oldinga o'sha skorosda shuni orqaga qo'yasizlar, orqaga harakatlana oladi. Rullar chiqib tushadi. Gidravlitskiy ikkita barmoqda ham bemalol aylantirsa bo'ladi. Argomoniyalargacha ham qo'yib qo'yilgan, chunki orqada kelayotgan transport vositasini ko'rish uchun do'stlar. Bu O'zbekistonda necha yildan beri sotyapmiz. Bunga talab ko'pligi uchun navbat bilan kelyapti. Bu safarikizda 70-90 undan katta traktorlardan ham olib kelganmiz. Buni soni ozgina cheklangan, shuning uchun shoshilib qolamiz do'stlar. Buni 46 kishilik kabinali variantlari ham bor. Bu 55 kabina hisoblanadi. Akchda shoshib qolamiz. Bunaqa traktorni sohibi bo'lsanglar. Buni variantlarga ham beramiz. 3 yillik, 5 yillik mikrolizing ham qilib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, buni hozir gidravlika qismi bilan motorni eshitib ko'ramiz. Haqiqiy traktorni ishqibozlar buni tushunadi, dovushini eshitib. Bismillah. Oh! Mana do'stlar, mana. Mana so'z isboti bilan mana. Ikkita qo'lda bemalol ikkita barmoqda aylantirsa bo'ladi mana gidravlikalarni. Yumshoqqina. Ko'rasan, oldin ko'taradi. Oldini ko'tarsa bo'ladi. Mana orqaga shunday ravat qiladi. Mana oldiga shunday bitta o'sha skoroskda. Endi bitta orqaga qilamiz. Mana bitta liboy skoroskga solasizlar. 3 mi, 4 mi? Mana xohlasanglar 2 ga oldiga qo'yib
ketadi. Xuddi shu ko'rsa orqaga. Xolasanglar mana 3 ga solasizlar. Mana orqaga solasizlar. Xolasanglar 4-chi ko'rsga solasizlar. Mana orqaga shu holatida. U va qiyinchiliklar. Traktorning kuchini o'zingizlar ko'rdinglar. Endi bu traktorni olmasdan boshqa iloji yo'q. Do'stlar, agar siz traktorni olaman desangiz, sizlarga qanaqadir agregatlar ham xudo xolosa qo'shib beramiz. Chizel bor, puluk bor. Undan tashqari kartoshka bilan ishlayman degan akalar uchun kartoshka ekadigan, uni kartoshka pishgandan keyin yana oladigan agregatlar ham olib kelib qo'yganmiz. Aloqada bo'lamiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor, aloqaga chiqsanglar, xudo xolosa traktorning sohibiga aylanasiz.